Assalomu alaykum hammaga. Sizlarga bir yangilikni aytib o'tsak edim. Uylaringizdagi garajni, oddiy darvozani avtomat darvoza qilsa bo'ladi. Endi oddiy mexanizm orqali ikki dona mexanizm qo'yiladi. Avtomat darvoza qilsa bo'ladi. Ya'ni 100 metr masofadan bir dona punt orqali bosasizlar ochiladi 100 metrdan. Keyin arasidan ochilib qo'yaturganda, ili beklanib qo'yaturganda odam o'tib ketsa, to'xtaydi avtomatik sensorlari bor. Datchiklari bor. Kim shunday avtomat mexanizm qiziq bo'lsa, pastda telefon nomerlarimizni qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Bir de videosini ham qo'yib o'tamiz, ko'raverasizlar. Kanalımıza bir like basıp qo'yamiz. Shu videoni tarqatib beraylik, qo'ldan kelgancha bir like basamiz. Video tarqalib ko'proq inson ko'rishi uchun. Avtomat darvoza qo'ydiringlar, hozir zamon talabi bo'lib qo'yadir. Sifatli darvozalar. Avtomat mexanizm. Bir aparat yordamida sizlarning oddiy darvozalaringizni avtomat darvoza qilib beramiz. Hammaga assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Hozir biz Bog'atga keldik. Bog'atdagi bir xonadonimizda o'zlarimiz apparatlarimiz ko'p berganmiz. Ya'ni oddiy darvozalarni avtomat darvoza qilib berganmiz. Endi pult yordamida bemalol darvozalarni ochib beklasalar bo'ladi. Bezopaslikka keladigan bo'lsak, beklanayotganda o'rtadan o'tib ketadigan bo'lsangiz, o'zining datchik divideniyasi bor. Birdan to'xtab qoladi, ya'ni bezopaslik bo'ladi. Kim uchun sifatli va ishonchli avtomat darvozalar kerak bo'lgan bo'lsa, bemalol bizlarga murojaat etsangizlar bo'ladi. Bizlar mina reklamadan görüp pultlu darvoza qo'ydirdik. Xudoga shukr, ajoyib zo'r. Ag'rimiz yengil oldu. 50 metrden 100 metrden gelemem maşında. O pultu basamağını açıldı, acayip. İçine giremen yapıladı, bezopasni. Sensorları var, acayip, kamyon var. Zor.